Insondagi hamma ezgu sifatlar, go'zal fazilatlar benazir va betakror ona tilimiz orqali shakllanadi. Tilimiz nafaqat kishilar o'rtasidagi muomala vositasi, balki shu xalqning urf-odati, turmush tarzi, tarixi, madaniyatini ham ifoda etishi bilan jozibalidir. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 36 yilligi munosabati bilan barcha ta'lim dargohlarida turli xil tadbirlar o'tkazilmoqda. Xiva tumanidagi 39-son umumiy o'rta ta'lim maktabida ona tilim faxri mavzusida o'tkazilgan tadbir ana shular jumlasidan. 1995-yili 3-avgust Vazirlar Mahkamasi o'zbek tilining asosiy qoidalari to'g'risidagi qarorini qabul qildi. 1995-yil 1-dekabr O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni yangi tahrirda qabul qilindi. Ona tilim, onajonim tili bu. Beshikdan oqsingan quloqqa el-u yurtim, xonumonim tili bu. Qadimlikda o'xshar ona tuproqqa. Nurga to'la so'zlama nodingiz. So'zdir inson taqqan zirak yulduzi, eski charxning sadaf billuri aro. So'zdir unga loyiq gavhar bebaho. Ona tilim, sen borsan shaksiz, bulbul kuyga sherga solaman, sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham toti bo'lib qolaman. Ona tilim, onajonim tili bu. Beshikda yoqsingan quloqqa, el-u yurtim, xonumonim tili bu. Qadimlikda o'xshar ona tili. Maktabning ijtimoiy-gumanitar fanlar uslub birlashma a'zolari boshchiligida tashkil etilgan tadbir avvalida so'z olganlar til xalqning yagona bir millat sifatida milliyligini, o'zligini, madaniyatini ko'rsatuvchi ko'zgu ekanligi, millatning borligi va birligining bosh belgisi til hisoblanishini ta'kidlab o'tdilar. Bizning Xiva tumanidagi 39-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 36 yilligi hamda 21-oktyabr til bayrami keng nishonlanmoqda. Til har bir millatning ko'zgusidir. Shu bayram bilan barcha O'zbekiston ahliga samimiy muborakbod etaman. O'quvchi yoshlarning ona tili haqida baralla aytayotgan she'rlari, ajoyib va diltortar kuylarga raqsga tushayotganlari barcha ishtirokchilarga birdek manzur bo'ldi. Til millat xazinasi, til bilgan el biladi, tilga e'tibor, elga e'tibor. Albatta bu kabi maqol va hikmatli gaplar bejizga aytilgan emas. Haqiqatdan ham til millatning rivojlanishi va taraqqiy etishiga o'zining munosib hissasini qo'shadi. Mazkur tadbirda ham yuqoridagi so'zlar turli xil sahna ko'rinishlari orqali yaqqol namoyon bo'ldi. To'rtinchi delar meni asli otamni, men ikkinchi darajali bo'lakman, kesim joni yorkasidan ergashib, onasini to'ldirgan paytdan. Gapga otga bog'langanman doim, qanday qaysi so'roqlarim bor, ismimni deb erkalab aniqlovchi, ega kelishda o'rtaqo'yim. Ega bilan kesimning oshnasiman. Ish harakatning qachon, qanday yoki qayerda menga kesim bo'lsa bas, lahzalarda oshim biroz, ikkinchi darajali bo'lak ismimni hol deyishar. Albatta bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi o'quvchi yoshlarning ilmga bo'lgan qiziqishini orttirish, ularni ona tiliga bo'lgan hurmat va e'tiborini yanada kuchaytirish, kelajakda vatanga munosib farzand bo'lib ulg'ayishlariga zamin yaratishga xizmat qiladi. Shunday ekan biz o'z ona tilimizni asrab avaylashimiz, uning nufuzini oshirishimiz, go'zal va sofligini dunyoga tanitishda o'z hissamizni qo'shishimiz darkordir.